Oy boy, assalomu alaykum bizda. O'zlar ko'rasizlar endi. Qish kelibdi qabristonimizga. Endi hammada har xil bo'lsa kerak. Depressiya bo'lganda, odam hech kim ko'rgisi kelmaganda, tinch joyda qoladigan payt bo'ladigan mana bo'lsa, kimdadir endi. Ashi ham yaxshi lokatsiya. Siz bilan biz xohlaganda gapirmadingiz, jim. Hamma jim bu yerda. Mokish Rahmatli bizda Eskiboy degan joy bor, Jalolobodda, Qirg'izistonda. O'sha charpali bo'lardi, aylantiradigan, hozir ham bor. Charpalada ishlardi, какой-то yillarda men yosh bola bo'lardim, Tohir akamnikina, Tohir aka. Menda dadam bilan ish kelyapsak, yo'l bilan. Uni yo'lda ilataman. Yotibsanmi, do'stim deb qaradi. Yotaver deb qaradi. Shu esimga tushdi. Hozir biz qabr bo'lsa, shuni turibdi kutib. O'sha dadam. Ayasi bilan dadasini oldi yotibdi. Tirikligida to'ymadim. Hatto o'lganda oldi yotay. Bor, bilchi. Do'sting dadasidan. Bormikin joy. Dadam bilan ayam oldi deb chiqargan. Bir kun oldim. Kech payt. Qish mana. Assalomu alaykum. Yotishimmi dada? Qish ham kelibdi qarang-a. Oppogu hamma yo'q. Opinchi giylar olib qarib qopdi-yu, ha? Mana menga shu lokatsiya aytganimdek shu o'tirib olaman yonboshiga. Jim o'tiraveraman tomosha qilib.